Uyida mushuklari bor odamlar uzoq umr ko'radi va stressga kamroq moyil bo'ladi. Olimlar Amerikaning Minnesota universiteti tadqiqotchilari uylarida mushugi bo'lganlar mushuk boqmaydiganlarga qaraganda ancha sog'lomroq. Bu haqiqatning ilmiy izohi yo'q, ammo mutaxassislar hayvonlar bilan muloqot qilish sog'liqqa tuzatib bo'lmaydigan zarar yetkazadigan stressli vaziyatlardan omon qolishni osonlashtiradi deb hisoblashadi. Videoni uyda mushuk boqadigan tanishlarga yuborib qo'yaman. Uyida mushuklari bor odamlar uzoq umr ko'radi va stressga kamroq moyil bo'ladi. Olimlar Amerikaning Minnesota universiteti tadqiqotchilari uylarida mushugi bo'lganlar mushuk boqmaydiganlarga qaraganda ancha sog'lomroq. Bu haqiqatning ilmiy izohi yo'q, ammo mutaxassislar hayvonlar bilan muloqot qilish sog'liqqa tuzatib bo'lmaydigan zarar yetkazadigan stressli vaziyatlardan omon qolishni osonlashtiradi deb hisoblashadi. Videoni uyda mushuk boqadigan tanishlarga yuborib qo'yaman.